Aholiga qulaylik yaratish maqsadida ayrim notarial harakatlarni tasdiqlash uchun notarial idoraga bormasdan onlayn amalga oshirish imkoni yaratildi. Endilikda e-notarius.uz axborot portali orqali mol-mulkni boshqa shaxsga o'tkazish bilan bog'liq bo'lmagan ishonchnomalar, voyaga yetmagan farzandni chet elga chiqishga rozilik berish bilan bog'liq ariza va majburiyatnomalar, ijro xatlari, arizadagi imzoning haqiqiyligini shahodatlash, doimiy yashash joyi va vaqtincha turgan joyi bo'yicha ro'yxatga qo'yishga rozilik kabi hujjatlarni notarial tasdiqlatishingiz mumkin. Buning uchun telefon, planshet yoki kompyuteringiz kamerasi va internet tarmog'ining o'zi yetarli. Onlayn notarial harakatni rasmiylashtirish uchun e-notarius.uz axborot portaliga kirib, respublikadagi istalgan notariusga murojaat qilinadi. Murojaat qiluvchining shaxsiga oid ma'lumotlar One ID identifikatsiyalashning yagona tizimi orqali avtomatik ravishda to'ldiriladi. e-notarius.uz axborot portalida notariusga murojaat qilishning tartibi va bosqichlari fuqarolar tushunishi uchun qulay shaklda alohida eslatmalar bilan joylashtirilgan. Murojaat qiluvchi va notarius kelishilgan vaqtda notarial harakatni ro'yxatdan o'tkazish uchun video konferens aloqaga chiqadi va notarial harakat rasmiylashtiriladi. Tasdiqlangan rasmiy hujjat kuryerlik xizmati orqali yetkazib berilishi yoki elektron pochtaga yuborilishi mumkin. e-notarius.uz sizning ishonchli tanlovingiz.